Agar siz boshlang'ich 3D modelyer yoki 3D sohasini raqamli haykaltaroshlik, teksturing va shu kabi yo'nalishlarga qiziqsangiz, bugungi videorolik sizlarga yaqin kelajakda qanday grafik planshet tanlashingizga yordam beradi degan umiddaman. Videorolikda 3D modeling, sculpting uchun qanaqa grafik planshet olganim ma'qul degan savolga javob berib o'tiladigan maslahatlar sohadan uzoq yoki marketing bilan shug'ullanadigan odamning gapi emas. Aksincha, shu sohada ishlab kelayotgan 3D personaj modelyer, freelancer, umuman olganda mutaxassisning maslahatlaridir. O'z tajribamdan kelib chiqqan holatda 3D sculpting, teksturing uchun qanaqa grafik planshet olish kerak, nimalarga e'tibor berish kerak va ularning xarakteristikalari, shu bilan birgalikda narxlari, bir-biridan nimasi keskin darajada farq qilishi, shu farq qiladigan narsasi qanchalik darajada yaxshi ekanligi haqida ham ma'lumot berib o'taman. Men shu vaqtgacha juda ham ko'p grafik planshet ishlatganman deya olmayman, lekin 4-5 ta grafik planshetda ma'lum vaqt oralig'ida ishlaganman. Hattoki o'sha legendarni Wacom Cintiq Pro 32 dyumli planshetda ham ishlab ko'rganman. Bilganlar uchun ham yana bir bor ta'kidlab va shu savolga yana bir bor qaytib javob berib o'tishim kerak. Grafik planshet o'zi nima? Keling unga qisqacha to'xtalamiz va keyin grafik planshetlarning bir-biridan nima farqlari borligini, narxlari va boshqa detallarga keyinchalik to'xtalib o'tib ketamiz. Grafik planshet bu raqamli san'at va dizayn uchun mo'ljallangan maxsus qurilma. Uning asosi qalam shaklida bo'lib, foydalanuvchiga ekranda chizish yoki yozish imkonini beradi. Grafik planshetlar grafik dasturlar bilan ishlashda aniq va qulay vosita hisoblanadi, chunki ular bosim sezgirligi va nozik harakatlarni aniqlash imkoniyatini taqdim etadi. Grafik planshet va kompyuter sichqonchasining o'rtasidagi asosiy farq shundaki, grafik planshet qalam bosim kuchini sezadi, bu esa foydalanuvchiga chizish yoki yozish jarayonida harakatning nozikligi va aniqligini his qilishda yordam beradi. Grafik planshetlarning doskasi qalam bosim kuchini o'lchaydi, bu esa chizilgan chiziqlarning qalinligini yoki rangini o'zgartirish imkonini beradi. Masalan, kuchli bosim bilan chizilgan chiziq qalin va to'yingan bo'ladi. Yengil bosim esa nozik va yumshoq ko'rinishda bo'ladi. Grafik planshetning qalamidan foydalanganda foydalanuvchi an'anaviy chizish tajribasiga o'zini yaqin his qiladi. Kompyuter sichqonchasi esa harakatlarni oddiy nuqtalar bilan ifodalashga qodir, lekin bosim kuchini sezmaydi. Planshet foydalanuvchiga chizish jarayonida xuddi qalamdan chizgan kabi ko'proq nazorat qilish imkoniyatini beradi. Umuman olganda, grafik planshetlar san'at va dizayn uchun yanada intuitiv va qulay tajriba taqdim etadi. Grafik planshetlardan raqamli haykaltaroshlar, dizaynerlar, logo dizaynerlar, Photoshopda ishlaydigan rassomlar, illyustratorlar, konsept artistlar, arxitektorlar, hattoki 2D va 3D da ishlaydigan animatorlar ham foydalanishadi. Marketing modelleri vizual dizaynni bir-biridan farq qiladigan ko'plab grafik planshetlarni sotib olishingiz uchun sizga tavsiya qilishlari mumkin, lekin ularning hammasi funksional jihatdan bir xil. Keling, ularni asosiy parametrlarini ko'ramiz. Batareykasiz qalam, 60 gradusli qalam bukilish funksiyasi, otklik tezligi kimda kim tushunmagan bo'lsa, qalamni bosganda qanchalik tez ekranga bo'ladigan ta'sir tezlik vaqti, qalamni doskadan qanchalik baland bo'lgan darajada o'qish masofasi, qalam bosim sezgirligi, ish jarayoniga ta'sir qiluvchi chiplar va boshqa ma'lumotlar. Juda ham qiziqarli parametrlar, to'g'rimi? Lekin bu parametrlarga chuqur kirishingiz shart emas, chunki ular bir-biridan farqlanadigan narxlaridan farqli o'laroq barcha ishlab chiqaruvchilar deyarli bir xil ma'lumotlarni yozishadi. Albatta, sezgirlik kuchini, chustительности farqini bilish uchun har ikkala grafik planshetda yoki undan ortiq grafik planshetlarda test qilib ko'radigan odamlar ham bor. Masalan, men bilmadim, RPG janrlarida ko'p o'yinlarda o'ynaganim uchunmi, tabiatan Battle Royale o'yinlariga kibersportivniy tezlik va aniqlikni his qilishga qiziqishim bor. Klaviatura, mishka, svecha, keycap, DPI, gersovka, время отклик bu temalarda normal ishlar qilaman. Grafik planshetlar haqida gapirganda ularning sifatini va ishlash tezligini his qilishga quyidagi jihatlariga e'tibor berdim. Masalan, ikkala planshetni qalamini doskasiga tekizmasdan chizish uchun belgilangan joyga qalamni yoritib ko'rsangiz, boshida sekin va keyiniga tez harakatlantirib, ikkala planshet tezligi va aniqlik darajasini bilib olishingiz mumkin. Keyin xuddi shu holatni qalamni doskaga tekizgan holatda ham qilib ko'rsanglar bo'ladi. Tezlik qalamni bosim darajasiga nisbatan ham har xil natija berishi mumkin. Asosiysi, chizgan vaqtingiz bosim kuchi bilan tezlikda yaxshi natija ko'rsangiz, bu ish jarayonida samarali aniq ishlashingizga yordam beradi. Demak, sizning grafik planshetingiz yaxshi degani. Umuman olganda, grafik planshetlarda qalamning tezligi va qalamning boshqa parametrlari sizning chizish va dizayn qilish tajribangizga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Shu sababli grafik planshetlar tanlashda asosiysi qalamning parametrlariga e'tiborli bo'ling. Keyingi to'xtalishimiz kerak bo'lgan narsa bu planshetda hajmi. 3D modellerlar ish jarayonida juda ham ko'p sahnani navigatsiya qilishadi, chunki asosiy ko'rib turgan sahnamiz kamerasini model atrofida harakatlantirish va sahnani masshtablashtirish bu jarayon davomida bo'ladigan muntazam holatdir. Bu jarayon davomida modelni har tomonlama ko'rib turishimiz, turli burchaklarda turib ishlashimiz va detallar qo'shishimiz mumkin va hokazo. Agar sahna katta bo'lsa, masalan sahnada bitta butun boshdan oyoq personaj bo'lsa, kichik doskali planshetda kichik detallarga ishlov berishda qiynalib qolishingiz mumkin. Masalan, siz illyustrator bo'lsangiz,
ishlasangiz, balki kichik planshetda ishlash sizga qulay bo'lishi mumkin. Bemaza qovun urug'i ko'p bo'ladi, shuning uchun men bilmadim. Ko'pchilikni qo'lda mana shunaqa kichik doskali planshetlar ko'rganman. 3D sohasiga kirmasimdan oldin 6-7 sinfdan beri rassomchilik bilan shug'ullanardim. Masalan, bizga o'qituvchimiz chizishga qanaqadir odam figurasimi, natyurmortmi bir narsa qo'ysa, bizga 60 ga 40 sm yoki undan kattaroq hajmda qog'ozga chizib, o'sha natyurmortni bo'yab topshirishimiz kerakligi aytilgan. Keyinchalik bilsam, katta qog'ozda chizish qo'lning kistini erkin harakatlanishiga va keyinchalik qog'ozga chiziladigan elementning gradiuslarini his qilib, to'g'ri chizishga yordam berar ekan. Buning uchun musiqa va san'at maktabidagi rassom ustozimga rahmat. U inson bilan hattoki chet ellarga ham rassomchilik yo'nalishi bo'yicha festivallarga qatnashganmiz. To'g'ri ko'rsatilgan yo'l va maslahatlar uchun o'sha festivallarda ham faxrli birinchi o'rinlarni olib qaytganman. Hissadan hissa umuman olganda kichik planshetda olishingizda maslahat bermayman. Imkon qadar sotib oladigan planshetingizni hajmi stolingizdagi klaviaturaniki kabi bo'lsin. Shunda siz ham menga o'xshab modellarni skulpting qilganingizda organik shakllarni sezgan holatda meshga ko'proq e'tibor berib, yaxshi ishlov berishni boshlaysiz. Xo'p, endi grafik planshetda knopkalari haqida gaplashamiz. Ular aslida nima uchun kerak? Klaviaturadagi hotkeylarni shu knopkalarga moslab klaviaturadan foydalanmaslik uchun kerak. Lekin turli grafik planshetlarda knopkalar komfortli ishlashingiz uchun yetarli darajada ko'p emas. Ular kam. Shuning uchun baribir klaviaturaga qo'lingiz borib turadi. Lekin har doim ham emas. Grafik planshetlarda knopkani bosganingizda turlicha hissiyot olasiz. Bu uni sifatiga ham bog'liq. Arzon versiyali grafik planshetlarda esa hissiyot tugul hech narsa olmaysiz. Hattoki u knopka yomonligidan ishlatgingiz ham kelmay qoladi. Lekin qalamni knopkasi haqida butunlay boshqacha fikrdaman. Qalamdagi men bu ikkala knopkaga ikkita hotkey o'rnatganman. Knopkada elastik va pero rejimi, ikkinchisida esa proyektni save as qilish, ya'ni saqlanib qilib saqlash uchun o'rnatilgan горячий klavish. Bu juda qulay. Vakuum qalamlarida qalamni orqa tomoni peroni invert qilingan rejimi asosida ishlaydi. Masalan, ZBrushda standart brush bilan ishlayotganingizda qalamni orqa tomoni bilan chizsangiz, o'sha ishlatib turgan brushingiz invert, ya'ni teskari holatda ishlaydi. Agar siz menga o'xshab klaviaturadagi hotkeylarni bosmasdan, barcha klaviaturani hotkeylarini grafik planshet knopkalariga nastroyka qilgan holatda ishlatsangiz, klaviaturadagi hotkeylardan qochsangiz, demak bu siz shooter o'yinlarni ko'p o'ynaganingizdan dalolat beradi. Kimda kim shunaqa ishlasa, siz va bizga o'xshagan odamlar, hattoki shu yerda ham oson yo'llarni tanlamaydigan ziqna odamlar to'riga kiramiz. 2025-yil sculpting uchun qanaqa grafik planshet sotib olsam bo'ladi deyotgan savolingizga javobim, bu o'rta byudjetli planshet XP Pen Deco Pro Medium. Small emas, e'tiborli bo'ling, medium versiyasi. Bu planshetni $200 atrofida sotib olsanglar bo'ladi. Masalan, meni planshetim ham xuddi shunaqasidan 2022-yilda sotib olganman. Yangi chiqqan vaqtlari o'sha vaqtda ham $200 edi. Hozir ham bozorda o'zgarmagan holatda turibdi narxi. Hozir 2025-yil shu vaqtgacha planshet o'zini yomon tutmadi. Faqat buni bitta minusi mana shu knopkalar o'rtasidagi roligini borligi. Bu rolikda to'g'ri ishlatib bilish funksiyasini topolmadim, balki o'zim ishlatib bilmagandirman yoki umuman bu rolik ZBrush uchun emasdir. Bilmadim, nima bo'lganda ham bu rolikda o'rniga 4 ta knopka qo'shishganda yaxshiroq bo'lardi. Mana shu grafik planshetda shuncha vaqt ishlatdim. Qalamni uchidan ham 2 dona qoldi. Men uni yaqinda Artist 22R Pro XP Pen grafik plansheti bilan upgrade qilmoqchi edim, yangilamoqchi edim, lekin bu fikrdan qaytdim. Negaligini sal keyinroq aytaman. Nega aynan 22 Pro XP Pen versiya? Nega vakuum Cintiq 32 dyuymli planshet emas? Chunki men vakuum sotib oladigan bo'lsam, video kartamni 5090 qilib qo'yishim kerak bo'ladi, chunki u planshet ekrani 4K da ishlaydi. Bu planshetning narxidan tashqari video karta uchun $3000 degani. Video kartani yangilagan taqdirimda ham planshet knopkalarini bosadigan gadjet zaryadkali, uni har doim zaryadkaga qo'yib turish kerak va u gadjetda boshqa grafik planshetlar kabi juda kam knopkalar mavjud. Bu €3000 turadigan grafik planshet uchun eng katta minus deb bilaman. Yana bir minus tarafi bu uning narxi. Tasavvur qilyapsizmi? €3000. Bu pulga kibersportivniy nabor kompyuter, 360 Hz monitor, professional klaviatura, mishka bilan sotib olsangiz bo'ladi. Ha, to'g'ri, bu grafik planshetni har bir programma uchun knopkalarga alohida горячий klavishlar o'rnatsanglar bo'ladi. Bu degani, masalan, Substance'ga kirganingizda alohida hotkeylar ishlatasiz, ZBrushga kirganingizda esa vobshe boshqa alohida hotkeylarni ishlatasizlar o'sha gadjetidan foydalangan holatda.
Qaysi programmada turganinglarda planshetda drayveri avtomatik определить qilib oladi va o'sha sizlarga kerakli hotkeylar rejimini yoqib qo'yadi. Plus taraflari ham bor. Bu planshetda kompyuterga birinchi marta ulaganinglarda drayverni o'zi avtomatik ustanovka qiladi kompyuterlarga. Kompyuterlardagi barcha 3D programmalar uchun default горячий klavishlari tayyor nabor горячий klavish skladkalari ham bor, lekin bu plus taraflari uni narxiga arzimaydi va hech qachon grafik planshet o'tdi kalasidagi narx turmasligi kerak. Masalan, ishxonalarda shunaqa grafik planshet bo'lsa, sizni shu grafik planshetga ishlaydigan odam deb loyiq topishsa, ishlashingiz mumkin. Faqat va faqat ishinglar ZBrush bilan bog'liq bo'lsa, masalan, siz umuman modellarda retopo qilmasangiz, modellarda optimizatsiya qilmasangiz, modellarda tekstura qilmasangiz, faqat siz haykaltaroshlik qilgan modellaringiz 3D printing yoki shu kabi yo'nalish uchun bo'lsa, unaqada sotib olsangiz arziydi. Hattoki bunaqa planshetda 12 soatlab ZBrushda o'tirsanglar ham zerikmaysizlar. Umuman olganda Zolotoy Seredinani XP Pen Deco Pro Medium versiyada to'xtasanglar bo'ladi. Haqiqatan ham yaxshi, pulga arziydigan device. Yoki puldan muammo yo'q deydigan bo'lsanglar, birdaniga 22R Pro XP Pen olsanglar ham yaxshi variant. Lekin bu planshetni sotib olishga shoshilmanglar. Chunki bu planshetda razresheniyasi Full HD grafik planshetlarda grafik monitorda gersovkasi yozilmaydi. Menimcha buni gersi vakuum kabi 60 gersli bo'lsa kerak. Bu 9 million so'mga razresheniyasi va gersovkasi kattaroq monitor sotib olib, kamiga XP Pen Deco Medium grafik planshetda olsanglar ham bo'ladi. 9 millionga grafik planshetda Full HD da ko'zinglar qonga to'lib ishlaganinglardan ko'ra 2K 240 gersli monitorda maza qilib ishlaganinglar ma'qul. 3D artistlar orasida ko'pchilik monitori yo'q grafik planshetda ishlay olmayman, chunki chizganimda qayerga chizayotganimni bilmayman deydi. Menimcha bu bahonaga o'xshab tuyuladi. Nimagaki grafik planshetda qalamni yurg'izganingizda ekranda qayerga chizayotganingiz ko'rinib turadi. Balki bu gapni aytayotgan odamlar grafik planshetda drayverdan polni ekran rejimini yoqishni bilishmas. Polni ekran rejimi planshetdagi chizish uchun belgilangan maydonni ekraningizga moslab beradi. Bu kabi rejim sichqoncha uchun hattoki PUBG Battlegrounds kompyuter versiyasida ham mavjud. Grafik planshetlar mana shu ekrani borligi bilan ham bir-biridan farqlanadi. Yuqorida aytib o'tganimdek, bunaqa monitorli planshetlarga pul keltirganinglardan ko'ra alohida ekran sotib olib, yuqori gersli monitorda ekrani yo'q grafik planshetda ishlaganinglar ancha-muncha yaxshiroq. Afsuski, grafik planshetlar iPhone telefonga o'xshagan har yil yangi versiyalari chiqmaydi. Bo'lmasa sizlarga sotib olishinglar uchun ko'proq variantlar taqdim etgan bo'lardim. Esingizda tuting, yaxshi natija ko'rsatish planshetning qimmatligiga bog'liq emas, planshetda kim ishlayotganiga bog'liq. Bu dunyoda 3000 yevroga vakuum sotib olib, o'zi ishlatib bilmay, ustini chang bostirib yurgan, sohaga adashib kirib qolgan intellekti past majorlar ham bor. Shuning uchun o'zingizlar shu sohaga uzoq muddatda qolaman deb ishonch hosil qilmaguninglargacha bu kabi qimmat texnika xarid qilmanglar. Menimcha sizlarga beradigan barcha ma'lumotlarim shu edi. To'xtanglar, nega biz kichik planshetlar haqida gaplashmadik? Chunki men sculptingda yoki teksturingda kichik planshet bilan katta natija ko'rsatgan odamlarni bilmayman va tanimayman. Ba'zida bu kichik planshetlar kam byudjetda rasxod qilib, o'zidan ulkan va buyuk natija kutadigan xayolparastlar uchun chiqarilgan deb ham o'ylab qolaman. Yoki bu texnikalar shunchaki yosh bolachalar uchun. Bu gapim bilan biror kishini muhokama qilmoqchi emasman. Sizga kichik planshetni tavsiya qilgan odam bu sohadagi tajribasi kam odam bo'lishi mumkin. Yana bir variant, sohaga umuman aloqasi yo'q odam bo'lishi mumkin yoki o'z tovarini o'tkazmoqchi bo'lgan shaxs bo'lishi mumkin. Kelajakda siz o'zingizdan kutadigan natijalaringiz uchun mana shunaqa texnikalar yoki 3D tutoriallarga, darsliklarga pul sovurishdan va yangi bilimlarni qiyinchiliklar bilan o'rganishdan qo'rqmang. Bolalar, men stream va o'yinlar uchun alohida boshqa kanal ochdim. Agar kimda kim PUBGga qiziqsa, kompyuterning versiyasiga streamlar qilib turaman. Oxirgi vaqt juda ko'p vaqtimni o'yin o'ynash bilan o'tkazyapman. U kanalda ofitsial sotib olingan o'yinlar, sifatli darajadagi proxождениялар bo'ladi, lekin proxождениялari o'yinda o'zbek tilida emas, ingliz tilida. Chunki sababi PS Store O'zbekistonda ishlamaydi. Shuning uchun o'yinlar ham subtitrlar ham o'zbek tiliga o'girilmagan. Agar sizlarni shunaqa temaga interessinglar bo'lsa, streamga marhamat, lekin u yerda chatga 3Dga oid savollar bermanglar, konsultatsiya o'yin davomida berilmaydi. Agar ish yuzasidan, vakansiya yuzasidan menga bog'lanmoqchi bo'lsanglar, Instagram va Upwork'im doim sizlar uchun ochiq. Umid qilamanki, men bu videorolikda sizga kerakli ma'lumotlarni berib o'tdim. Siz qanday grafik planshet tanlaganingizdan qat'iy nazar, asosiy tanlagan yo'nalishingiz bu 3D yo'nalishi bo'lib, yangi bilimlarga va yangi cho'qqilarga erishayotgan bo'lsangiz, sizga qoyil qolsa arziydi. Shunday ekan, men ham yaqin kelajakdagi yuksak marralarni zabt etishingiz tilakdoshiman. Videorolikni oxirigacha ko'rganinglar uchun rahmat, kuninglar xayrli o'tsin.